-1 qor yog'yapti. Nima qilish kerak? Albatta, marafonga borish kerak. Yo'lga chiqamiz. Marafon yangi O'zbekistonda bo'lib o'tyapti. Parkka yetib kelgunimcha +1 bo'lib qoldi. To'g'risini aytsam, uncha ko'p odam bo'ladi deb o'ylamadim. Bu kelganlarni irodasiga qoyil qolaman. Ram paketni ko'rsataman. Ichida nomer va long sleeve bor. Hamma startga qarab ketyapti. Ko'rasizlarmi odam qanchaligini? Men shularni eng oxiriga borib turib oldim. Kompyuterdagi gonkalarda. Keyin hammani obgon qilib o'tmoqchiman. Start oldik. Karnay-surnay orkestr bilan boshlandi. Bitta tutatib ham qo'yishibdi. Keyin hammani obgon qilishga tushdim. Ota-bolani ko'rib hayron qoldim. Lekin juda ham tez yugurishyapti. 3 kilometr. Proflarni ko'rib men motivatsiya olaman. Tasavvur qilsanglar, men 3-kilometr yugurayotganimda ular 6-kilometrni o'tishdi. 3 kilometrdan keyin ko'pchilik peshkomga o'tib ketdi. 3 kilometr, 4 kilometr, 6-kilometr. Finish qolsadamiz. Men bu marafonga sekin yugurish uchun mo'ljallangan krossovkada chiqdim. Bu oxirgi kuruk deb finishga kirib ketay deb qoldim. Halol o'ynaymiz, g'irromchilik qilmaymiz. Lekin velosipedlar o'ziga juda ham tortdi. Velosiped arendasini ishbaki 40 ming. 40 ming arendaga qimmat. Men 500 metrga keldim. Bu yog'i uskareniya qilamiz. Uskareniya qilganim yaxshi bo'libdi. 6 tempdan balandroq chiqdi. Finish qilamiz. Spasibo. Men g'olib. Bu chet elliklar bilan Andijon marafonida tanishganman. Bu akamiz Saudiya Arabistondan, bular esa Kanadadan kelishibdi. Har marafonga borganimda shunaqa obunachilarim bilan ko'rishaman. Bu safar ular bilan videolarga tushdik. Ko'pchilik sizdan motivatsiya olaman deydi. Bir xillari o'zi shug'ullanib yurgan, lekin yugurish haqida blog qiladiganini ko'rmagan odam deydi. Ba'zilari birinchi marotaba sizni ko'rib marafonga chiqdim desa, bir xillari oshga taklif qiladi. Eng muhimi mana kontentim insonlarning sog'lig'iga yaxshi ta'sir qilganidan juda ham xursandman. Birinchi o'rinni olgan marafonist Andrey aka. Andrey aka, поздравляю вас. Спасибо огромное, спасибо за поздравления. Спасибо за поздравления, спасибо за поддержку по трассе. Все занимайтесь спортом, бегайте. Keyingi marafonlarda ko'rishguncha, kontent yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilishni unutmang.